Tailand va Kambodja o'rtasidagi mojaro qayta boshlandi. Chegarada janglar boshlangan. Tailand tarafiga ko'ra, Kambodja Tailandning Anupong aviabazasiga hujum qilgan. Bunga javoban Tailand havo hujumlarini uyushtirdi va tinch aholini evakuatsiya qila boshlagan. Qozog'istonda o'zbekistonliklar avtohalokatga uchrab vafot etdi. Rossiyaning Perm shahridan Toshkentga qaytayotgan avtobus yo'l transport hodisasiga uchragan. 49 nafar yo'lovchidan 5 nafar vafot etgan. Shundan 2 nafari O'zbekiston fuqarosi. Toshkent havosi sezilarli darajada tozalandi. 8-dekabrda ertalab poytaxt havosidagi mayda dispersli zarrachalar miqdori ruxsat etilgan me'yorlardan oshmadi. Xitoyda bir erkak eski janjal ortidan 3 kishini pichoqlab o'ldirdi. 2023-yilda boshlangan mojaro katta janjalga aylangan va erkak pichoq ishlatgan. Barcha qurbonlar voqea joyida halok bo'lgan. Avstraliyada kuchli o'rmon yong'inlari davom etmoqda. Hozirda eng yuqori darajadagi evakuatsiya tayyorgarligi joriy etilgan. Quyoshda 2 marta kuchli portlash sodir bo'ldi. Birinchi portlash o'rtacha, ikkinchisi esa ancha kuchli bo'lgan. Har kuni sizdan yashirilayotgan voqealar bor. Ularni bilishga tayyormisiz? Unda Telegram kanalimizga ulaning. Havola profil shapkasida.